Zamonaviy urushlarda eng xavfli qurol ko'pincha ommaga tanishtirilmaydi. Ular paradlarda ko'rinmaydi, nomi yangiliklarda kam tilga olinadi, ammo harbiy mutaxassislar orasida yaxshigina tanilgan. Masalan, Amerika tomonidan ishlab chiqarilgan Active Denial System deb ataluvchi tizim ko'pchilikka deyarli noma'lum. Bu qurol o'q otmaydi, portlamaydi, ammo kuchli mikroto'lqinlar orqali inson terisida chidab bo'lmas issiqlik hissini uyg'otadi. Bir necha soniya ichida odamni o'sha hududni tark etishga majbur qiladi. Eng qiziq tomoni shundaki, bu qurol deyarli iz qoldirmaydi, ammo butun hududni nazorat qilishga imkon beradi. Hammaga mashhur Habbatus Sauda brendidan Assa Premium mahsuloti Usmoniylar davri retsepi asosida yaratilgan va zamonaviy yondashuv bilan takomillashtirilgan. Haqiqiy tabiiy asal va qora sidananing mukammal uyg'unligi, zamonaviy formulada qayta ishlangan tabiiy kuch, urolog mutaxassis Yunus Tur tavsiyasi asosida ishlab chiqilgan. 17 xil tabiiy giyohdan iborat kuchli kompleks prostata muammolari, jinsiy zaiflik va bepushtlikni oldini olishga tezkor yordam beradi. Ta'siri birinchi kunlardanoq sezila boshlaydi. Ramazon oyi oldidan organizmni tayyorlashga, ro'za davomida esa tanani tabiiy qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Buyurtma uchun quyidagi raqamlar orqali bog'lanishingiz mumkin. Yana bir kam eshitilgan ammo o'ta xavfli tizim Champ deb ataluvchi mikroto'lqinli quroldir. U raketa orqali uchiriladi va nishon hududga yetgach, portlashsiz elektromagnit impulslar tarqatadi. Natijada kompyuterlar, radarlar, aloqa vositalari va zamonaviy texnika bir zumda ishdan chiqadi. Champ ishlatilgan hududda binolar saqlanib qoladi, ammo ichidagi texnologiya butunlay o'lik temirga aylanadi. Harbiy mutaxassislar bu qurolni armiyaning miyasi va asab tizimiga zarba deb ta'riflaydi. Rossiyada esa kam tanilgan, ammo ko'plab bahslarga sabab bo'ladigan perisvet lazer tizimlari mavjud. Rasmiy bayonotlarda u mudofaa quroli sifatida tilga olinadi, ammo uning aniq imkoniyatlari ochiq aytilmaydi. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, perisvet sun'iy yo'ldoshlarni ko'r qilishi yoki razvedka tizimlariga vaqtinchalik zarar yetkazish uchun ishlatilishi mumkin. Bu qurolning eng qo'rqinchli jihati shundaki, u ishlatilganini aniq bilish juda qiyin. Xitoyda esa odamlar kam biladigan, ammo strategik ahamiyatga ega bo'lgan DF-ZF gipertovush uchish bloki ustida ishlanmoqda. Bu oddiy raketa emas, balki raketadan ajralib chiqib, nihoyatda katta tezlikda past balandliklarda manyovr qiladigan apparatdir. U radarlar uchun oldindan aytib bo'lmas yo'nalishda harakatlanadi. Shu sababli ko'plab mutaxassislar bu tizimni kelajak urushlarining eng xavfli qurollaridan biri deb hisoblaydi. Dengiz ostida esa deyarli hech kim eshitmagan, ammo real xavf tug'diradigan qurollar bor. Masalan, Rossiyaning Status 6 yoki Poseidon nomi bilan tanilgan yadroviy suv osti droni haqida ma'lumotlar kam va bahsli. U uzoq masofani suv ostida bosib o'tishi va strategik qirg'oq hududlariga yetib borishi mumkinligi taxmin qilinadi. Uning mavjudligi rasman to'liq ochib berilmagan, ammo aynan shu noaniqlik uni psixologik jihatdan o'ta kuchli qurolga aylantirgan. Kam eshitilgan, ammo real bo'lgan yana bir yo'nalish akustik qurollar, masalan, LRID tizimlari. Bu qurol tovush orqali ishlaydi va ma'lum yo'nalishda nihoyatda kuchli signal yuboradi. Uzoq muddat ta'sir qilganida odamda kuchli noqulaylik, yo'nalishni yo'qotish va panika yuzaga keladi. Bu qurol ko'pincha olomonni tarqatish uchun ishlatiladi, ammo harbiy variantlari ham mavjudligi ta'kidlanadi. Isroil tomonidan ishlab chiqarilgan, ko'pchilik bilmaydigan Sky Spotter kabi lazerga asoslangan tizimlar ham noodatiy qurollar qatoriga kiradi. Bu tizim o'q otmaydi, ammo havodagi obyektlarni aniqlash va zararsizlantirishda ishlatiladi. Hozirgi zamonaviy urushlarda ko'rish va aniqlash qobiliyati o'qdan ham muhimroq bo'lib bormoqda. Bu qurollarning barchasini birlashtirib turadigan jihat shundaki, ular an'anaviy urush tasavvurini o'zgartiradi. Ular portlashga emas, nazorat, tezlik, texnologiya va onga ta'sir qilishga qaratilgan. Odamlar bu qurollarni kam eshitgan bo'lishi mumkin, ammo kelajakda aynan shunday tizimlar urushlarning asosiy vositasiga aylanish ehtimoli juda yuqori.